milliy qadriyatimiz, ma'naviyatimiz ko'zgusi doirasida o'tkazilayotgan bugungi tadbirimiz milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatning bir timsoli deb bilaman. Chunki har bir xalq o'zining milliy qadriyatlarini unutmasligi kerak deb o'ylayman. Chunki milliy qadriyatlarni unutgan xalq, tarixini unutgan xalq albatta bu tanazzulga uchraydi. Ana bugungi kunda mana shu ajdodlarimiz tomonidan qo'llanib kelayotgan urf-odatlar, ular pishirgan taomlar, sumalakdan tortib to ko'k somsagacha yoki bo'lmasa qizlarimiz kiygan atlas ko'ylaklar, bezaklarga burkangan do'ppilar, bular hammasi ajdodlarimiz tomonidan qo'llanib kelayotgan ajoyib urf-odatlar deb bilaman. Bu urf-odatlarga sodiq qolish har bir yoshlarimizning asosiy vazifasi deb bilaman. Bugungi tadbirimiz ham ana shu milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatning, mehr muhabbatning bir timsoli deb bilaman. Bahor bayrami albatta 8-mart xalqaro xotiniz bilan boshlangan bo'lsa, mana Navro'z bayrami boshlanyapti. Bugungi tadbirimiz ham ana shu Navro'z bayramining boshlanishining bir debochasi deb bilaman. Barchani shu fursatdan foydalanib Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklab qolaman. Mana bugun jonajon O'zbekistonimizda vatanimizning barcha burchaklarida bo'layotgani kabi Urganch Innovatsion universitetining professor o'qituvchilari, talabalari Navro'z bayrami oldidan bahoriy kayfiyat ulash maqsadida bayramni boshlab yubordilar. Bu go'zallikni ko'rib, mana shu o'sib kelayotgan yosh avlod talabalarimizning milliy kiyimlarini suyib, unga bir jon dili bilan ixlos qo'yib kiyib, shunday bir yaxshi kayfiyatda turganlarini ko'rib inson faxriddiliga ochiladi. Bizning mamlakatimizga, vatanimizga go'zallik yarashadi. Go'zal yurtda yashayotgan har bir inson go'zallikka intiladi. Bugun go'zallik bayrami, bahoriy bayram bilan barchani muborakbod qilamiz. Shu o'rinda mana shu kayfiyatni ko'rib, bo'layotgan bir go'zallikni ko'rib, Xorazmning buyuk alloma shoiri Matnazar Abdulhakimning ushbu satrlari esga tushadi. Mukammal go'zallik haqida yozilgan she'r dilingdan, qalbingdan ajoyib satrlar quyilib keladi. Mukammal bu go'zalligingni yonib qilgim keladi tarix. Biroq ne qilayki qoshingda eng qudratli kalomlar g'arib. Visolingni qilsam da havas, mehrim iskor etmadim hech vaqt. Sen bilan bir havodan nafas olish o'zi menga katta baxt. Bir qayrilib tashlasang nigoh, yurak to'lar so'lmas ziyoga. Seni faqat bir bor ko'rish uchun kelib ketsang arzir dunyoga. Mukammal go'zal insonlar ko'payaversin. Mukammal go'zal insonlarni ko'rish, ularning suhbatidan bahramand bo'lish hammaga nasib qilsin. Bayram muborak bo'lsin. Bugun butun mamlakatimiz bo'ylab keng quloch yoyayotgan Navro'z shodiyonalari viloyatimizda ham davom etmoqda. Hududlarda, joylarda, jamoat tashkilotlarida, aholimiz o'rtasida, mahallalarda bayram shukuhini ko'rishimiz mumkin va mana shunday bayram ayyomlari bugun bizning Urganch Innovatsion universitetimizda ham juda katta ko'tarinkilik bilan, uyushqoqlik bilan davom ettirilmoqda va bugun mana ko'rib turganingizdek, butun talabalarimiz, professor o'qituvchilar jamoasi bilan birgalikda Navro'z bayramlariga uyg'un holda butun mamlakatimiz bo'ylab keng quloch yoygan va barcha joylarda o'tkazilayotgan milliy qadriyatlar, ma'naviyatimiz ko'zgusi nomli bayramga ulanib ketdi. Yaqindagina respublikamiz bo'ylab e'lon qilingan Yurtim qadriyatlari ko'rik tanlovining viloyat bosqichida bizning universitetimiz talabalari jamoasi birinchi o'rinni egallab respublika bosqichiga yo'l olishdi va o'ylaymanki, milliy qadriyatlarning targ'iboti albatta yoshlarimizning tafakkurida o'zlikni anglash, o'zlikni
his qilish borasida juda katta bir muhim ahamiyatga egadir. Ayniqsa bugungi global dunyoda milliy qadriyatlarning targ'iboti yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Tilini, o'zining qadriyatlarini, urf-odatlarini, milliy liboslarini unutmagan millat yer yuzida millat sifatida albatta barhayot bo'ladi. Va mana shu bayramga tayyorgarlik ko'rish jarayonida va mana bugun ham o'zingiz ko'rib turganingizdek, bu tadbirimizga hududdagi mahallalar ham befarq bo'lmasdan yoshlarimiz, mahalla yoshlari, mahallaning onaxonlari, otaxonlari mana shu tadbirimizga juda katta qiziqish bilan qaramoqdalar va aynan mana shu milliy liboslarning targ'iboti orqali bizning o'zligimizni namoyon etish borasidagi yana bir muhim qadam bo'ladi deb o'ylayman. Milliylik o'zlikdir. Milliylik qudrat, milliylik ma'rifat, eng ulug' hikmat. O'zligin anglagan, o'zligin bermas, qadriyat bor ekan, mangudir millat. Qadriyatlar avvalambor bu millat ma'naviyatining ko'zgusi. Chunki bu ma'naviyatni shakllantiradigan asosiy mezonlardan biri bu qadriyat hisoblanadi. Mana bugun bizni Urganch Innovatsion universitetida barcha professor o'qituvchilar, kunduzgi hamda sirtqi ta'limda ta'lim olayotgan talabalar o'rtasida milliy qadriyatlar millat ma'naviyatining ko'zgusi mavzusida katta festivallar boshlanib bordi. Chunki darhaqiqat yaqindagina muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan 2025-yil Navro'z ayyomi qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostida o'tkazilyapti. Demak, bu Navro'z bayrami ham albatta mana shu milliy qadriyatlarimizda, milliy ma'naviyatimizni yuksaltirishda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Chunki bu yerda qatnashayotgan talabalarimiz mana shu ayniqsa mana shu o'zbek millatiga xos, o'zbek xalqiga xos bo'lgan qadriyatlarni, urf-odatlarni, birgina misol uchun mana shu marosimlarni, an'analarni birim-birlab ko'rsatdilar bu yerda. Chunki hozirgi yosh o'sib kelayotgan avlod, chunki bugungi kunda Urganch Innovatsion universitetida 90% dan ortiqrog'ini qiz bola talabalarimiz tashkil qiladi. Chunki bularda ertaga mana shu ko'proq an'analarimizni, qadriyatlarimizni saqlab qoluvchi va keyingi millatimizni genofondini saqlab qolib, ularga ajdodlardan avlodlarga bir merosni saqlab qoluvchi vakil sifatida bular ko'proq o'rganib olyapti. Chunki nafaqat ko'rgazma sifatida emas, kirib mana shuni qachon paydo bo'lgan, buni tarixi nimalardan iborat, barcha mana shu professor o'qituvchilardan soha mutaxassislarini jalb qilgan holda o'zlarining bilimlarini shakllantirdi. O'ylaymizki, bugun mana shu har haftani juma kuni milliy ma'naviyatimizni, qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ularni saqlash va kelgusi avlodga qoldirish deb e'lon qilgan bo'lsak va mana shu har haftani payshanba, juma kunlari universitetimizda milliy liboslar kuni sifatida nishonlanmoqda. Bu bejizga emas albatta. Chunki har bittamiz mana shu talabalarimiz ishtirokida challengelar tashkil qilinyapti, flash moblar tashkil qilinyapti. Bu hammasi tagida ma'naviyatimizni yuksaltirish va o'zlarimizni, millatimizni ruhini, millatimizni kayfiyatini, millatimizni kelajagini saqlash uchun dasturul amal bo'lib xizmat qiladi deb ayta olaman. Mana milliy kiyimlarimizni, liboslarimizni ko'rib, insonning ko'zi quvnab ketadi. Shu ajoyib chiroyli shunday bayramlarimiz bor ekanligini yana bir esga olib, butun yurtimizga targ'ib qilish, ko'tarinki ruhda o'tishni ana ko'rib turibmiz. Hammani shuning bayramlarini ko'plarini ko'rmakka yetirsin. Biz dasturxonimizda Urganch Innovatsion universitetida qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostida bayram festivali bo'lib o'tdi. Bunda barcha ko'tarinki kayfiyatda fursatdan foydalanib, universitet jamoamizni, barcha yurtdoshlarimizni, talabalarimizni bu bayram bilan chin dildan muborakbod etaman. Har kunimiz bayram bo'lsin, har kunimiz Navro'z bo'lsin. Mana bugungi tadbirimiz juda ko'tarinki ruhda o'tdi. Kafedramiz o'qituvchilari bilan birgalikda bugun mana beshik to'y marosimini sahnalashtirib berdik. Demak, bu juda ko'tarinki ruhda o'tdi. Alla aytishlar, lapar aytishlar bo'ldi o'qituvchilarimiz tomonidan. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Milliy libos haqida juda ko'pgina ta'kidlagandek
balli qizlar, balli yigitlar, sportchi yigitlarimiz turli xil musobaqalarda qatnashyapti. Navro'z ayyomi juda sho'x kayfiyat bilan, xushchaqchaq bilan o'tyapti. Yuzimizda tabassum, yaxshi kayfiyat bilan o'tyapti. Orqan tortish, tosh ko'tarish musobaqalari, milliy taomlarimizni Navro'z bayramidagi taomlarimizni tayyorlab kelib, shu bayramimizda yaxshi kayfiyat bilan o'tiryapmiz. Hammamizni Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Bugun Urganch Innovatsion universitetida Navro'z sayli bo'lib o'tdi. Bugungi bayramda barcha talabalar faol ishtirok etdik. Navro'z bayrami barchangizga muborak bo'lsin.